Nimalarni olib tashardilar aka, obunachilarga, klientlarga, voy. Yomoni-yu bu aka, unchalik bo'lamiz skuter aka. Wow, maza qilamaydigan endi gapdagi, endi olish kerak. Hurmatli obunachilar, eshiting, quloq soling va bitta laykni oldini bosib qo'ying, skuterni zo'ri sizlarni kutib turibdi. Xudo xolasa Ganlan do'konimizga 48 ga 15 modelning eng chempioniga yetib kelgan. Motor qismi, tormoz qismlari, akkumulyator va yurishlari juda ham mustahkam va cho'tka qilib ishlangan mana bu modelimiz. Motorlari 240 vatt qilib ishlangan ekan, lekin baquvvat, prava, nomer shart emas akalar. Dastavkaga gazni bosadigan skuter. Balon razmerlarini aytamiz. Balon razmerlari juda ham katta, ulkan balonlar. Har qanday shag'alli, do'ngli, turpoqli yo'llarga mustahkam qilib ishlangan 200 ga 12 lik balonlar taqib qo'yibdi akalar. Juda ham mustahkam va baquvvat balonlar hisoblanadi. Tormozlarni aytib o'tamiz. Tormozlari orqasi ham, oldi ham jiddiy bo'ladi. Undan tashqari elektronli ajoyib tablo, oldi arqa pavorotlar va 3 talik skorost bosqichlar bilan jihozlangan. Bitta zaryad bilan mana bunday ulkan va ajoyib litiyonli akkumulyator jihozlangan. Bu bitta zaryad bilan bemalol 40-50 km masofani bosib o'tsangiz bo'la oladi azizlar. Pult, kalit va mana NFC chiplar bilan jihozlangan. Tabloga shundoq qilasiz o'zi yonadi akalar, shundoq qilasiz o'chadi. Siz uchun hech qanday kalit va pultni bosib o'tmaysiz. Ortiqcha mana buni ishingizni yanada yengil qilingan bu maxluqotimizda. Arqa bagajlar juda ham qulay qilib ishlangan. Dastavka qutingizni solasiz, g'iz etib soq olib borasiz, soqqasini olib qaytarasiz akalar. Buni sizga ishlamasa, buni olib qo'yib turib, mana bu yerda sidinasi ham bor ekan. Sidinasini qo'yib bemalol foydalanishingiz mumkin. Albatta orqasida bir kishini olib yurish uchun. O'zingiz uchun sidinalar mustahkam qilib ishlangan, oldi korzinkasi va xavfsizlik uchun shlem, ya'ni kaska qo'shib qo'yilgan. Zaryadning va bakovoylari siz uchun shunday qo'shib beriladi akalar, tekinga. Oldi vilkalari va oldi faralari juda ham baquvvat qilib ishlangan va chiroyli, o'ziga boshqacha ko'rib beradigan qilib ishlab qo'ygan 48 ga 15 modelimiz. Akalar, mana shunday mahsulot zo'ri kimga kerak bo'lsa, pastdan nomerga telefon qilib, bemalol qizni sizga yetkazib beramiz. Dastavkasi kelishilgan holati bilan manzilimiz Farg'ona va Qo'qon shahrining Dang'ar tumanida joylashgan. Dang'ar tumanida Kalxoz qishlog'ida bazamiz ana shu yerda video olib borilmoqda. Narxini aytib o'tamiz. Narxi akalar $350 deb baholab qo'ydik. Narx kimga ma'qul bo'lsa, albatta like bosib qo'yasizlar. Hozir sizlarga menib ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Samadjon aka, buni qarang, skuterda aka. Wow, shunchalik bo'ladimi? Gap so'z yo'q. Tormozlarga gap so'z yo'q akalar. Yomon gap yo'q. Razgomlarga vashshi beshbaho aka. Wow. Shuncha bo'lavermi? Hay baqa. Tormozdan Samadjon aka. Akalar, ukalar, kech qolmanglar, bosib o'rish kerak. Sirrazi tirs telefon qiling, yetkazib beramiz. Hammalar kutib qolamiz, sog' bo'lasizlar.